Nega bu odam kombayn tagiga qoplama tashlayapti deb o'ylaysiz? U mashinani to'xtatmoqchi emas, aslida u hosil paytida yo'qolayotgan donni o'lchayapti. Kombaynlar har qancha zamonaviy bo'lmasin, hamma donni yig'ib ola olmaydi. Yuqori tezlikda ishlaganda ayrim donlar ezilib ketadi yoki ventilyator shamoli bilan dalaga uchib ketadi. Shu narsa tufayli 1 gektarda yuzlab kilo bug'doy yo'qoladi. Shuning uchun mutaxassislar qoplamani kombayn tagiga tashlab, ventilyator shamolini, baraban aylanish tezligini va don ajratish joyidagi masofani tekshiradi. Agar ushbu sozlamalar to'g'ri bo'lsa, don kam yo'qoladi, hosil esa ko'proq chiqadi. Odatda yo'qotish 2% dan 5% gacha bo'ladi. Agar bundan ko'p bo'lsa, demak kombaynni tekshirish yoki ta'mirlash kerak. Ko'pchilik agar qo'lda o'rilsa, don kamroq yo'qoladi deb o'ylashi mumkin, lekin aslida unday emas. Chunki qo'lda o'rishda ham o'rish, bog'lash, tashish degan ishlar bor. Har bir bosqichda don to'kiladi va yo'qoladi. Shuning uchun qoplama tashlab don yo'qotilishini tekshirish hosilni tejashning eng to'g'ri yo'li. Aytingchi, bizda ham ushbu usuldan foydalanishadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Shol dunyosini qamrab olgan qiziqarli va foydali kontentlar, shol narxlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.